Biz hozir sizlar bilan eritmalarni tayyorlash va ularning konsentratsiyasini aniqlashga oid bo'lgan tajribamizni bajaramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 250 ml kolba, bariy xlorid tuzi, distillangan suv, areometr, voronka, silindr kerak bo'ladi. Dastlab biz bariy xlorid tuzini 250 ml 0,5 normalli eritmasini tayyorlashimiz uchun bariy xloriddan qancha massada olish zarurligini hisoblab topamiz. Buning uchun bariy xloridning massasini hisoblab topishimiz kerak. Avvalambor bariy xlorid tuzining molekulyar massasini hisoblab oldik. 244 gram. Endi uning qancha gram massada o'lchab olishimiz uchun massasini topib olamiz. Ya'ni massasini topishimiz uchun normallik, hajm va ekvivalent massalarini ko'paytirib olamiz. Ekvivalentini esa 244 gram molekulyar massasidan foydalanib hisoblab olamiz. Buning uchun biz yaxshi bilamizki, tuzlarning ekvivalentini topishimiz uchun uning molekulyar massasini tuzning soni va valentlik ko'paytmasiga nisbatini olamiz. Ya'ni 244 gramni 2 ga bo'lib olsak, 122 gram ekvivalent massa kelib chiqadi. Endi uning massasini hisoblashimiz uchun 0,5 normallik, 0,25 litr va 122 gram taqsim ekvivalent ko'paytirsak, 15,25 gram massasi kelib chiqadi. O'lchab olingan bariy xlorid tuzini voronka yordamida 250 ml kolbaga solib olamiz. Tuzimizni solib oldik. Endi voronkada qolgan tuz yuklarini distillangan suv bilan yaxshilab yuvib tushiramiz. Dastlab ozroq hajmdagi suvda eritib olamiz. So'ngra kolbaning belgisigacha suv solib, og'zini probka bilan berkitib olamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, kolbaning belgisigacha distillangan suv solib oldik va uni og'zini yopib, yaxshilab chayqatamiz.
Tayyor bo'lgan eritmamizni quruq silindrga solib, areometr yordamida uning zichligini aniqlab olamiz. Endi bu eritmamizni silindrga solib oldik. Areometr yordamida uning zichligini aniqlab olamiz. Bu zichlikdan foydalanib, eritmalarning foiz konsentratsiyasini hisoblab topamiz va uning molar va normal konsentratsiyalarini ham hisoblaymiz.